Bugun tez tarqaluvchi yumshoq to'qima infeksiyasi flegmona haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Flegmona bu teri osti va yumshoq to'qimalardagi diffuz purulent yallig'lanish hisoblanadi. Ko'pincha bakteriyalar infeksiya sabab bo'lishi mumkin. Bular stafilokokk yoki streptokokk degan bakteriyalar bo'lishi mumkin va u bizning terimizda mavjud bu bakteriyalar. Sabablari albatta eskirgan jarohatlar, ya'ni jarohat bor va u uzoq vaqtdan bo'layotgani, qo'l oyoqdagi tirnalishlar va albatta diabetik bemorlarda bu narsalarning uchrash ehtimoli yuqoriroq. Belgilari o'sha biror sohada tez kengayib boradigan shishish, ya'ni kattalashib boradi, qizil rang, issiqlik, og'riq, ba'zan isitma bilan birgalikda kechadi. Og'ir holatlarda esa o'sha infeksiyaning tarqab ketishi natijasida sepsis yuzaga kelishi mumkin yoki o'sha sohaning o'zida terining to'qimaning nekrozi, ya'ni chirishiga olib kelishi mumkin. Xavfli holatlarga olib keladi. Tekshiruvlarda albatta klinik ko'rinishi va laboratoriya tekshiruvlari orqali leykotitlarning miqdori oshishi bilan ba'zan esa kompyuter tomografiyasi kerak bo'ladi. Asosiy davolash tezkor jarrohlik yo'li bilan drenaj qilib tashlash va unga albatta antibiotik bilan qo'shimcha davo qilinadi. Og'ir holatlarda esa albatta yotib davolanish va kuchliroq antibiotiklar bilan birgalikda davolash kerak bo'ladi. Uy sharoitida issiq kompresslar yoki o'sha kechiktirilgan davolash bu xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin. Profilaktikasi esa o'sha jarohatlarni vaqtida tozalab yurish, diabetni nazorat qilish va og'ir infeksiyalarni erta davolashdan iborat. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasali haqida ozgina ma'lumot beraman. Rahmat.